erisholmaydi. Bu narsaga ham yaxshi niyatlar bilan erisholmaydi. Otajonim, baxtimizga olsin. Qani birgalikda qarsaylar bilan. Hayotimga ziyokorim shamsu qamar jonimda Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. yuksak nazar jonimda jonimda yuksak nazar bo'lganmizda shunaqangi hali atmosfera, shunaqangi bir emotsiyani ko'rmaganki, to'shda hozirgi vaqtda eng katta boylik pul mol dunyoda deydi-da, onajon. Lekin hozir shunga amin bo'ldimki, bizning eng katta boyligimiz, bizning eng katta vaqtimiz mana biz avlodlarimiz, farzandlar, nevarlar, qo'shnilar ham chiqib ketdimi? Butun mahallalarda onajonimni yaxshi ko'rganlar, onajonim 100 yoshga kirsin deganlar bitta qarsaylar bo'lsin. Onajonim, qarang, sizni naqadar yaxshi ko'ramiz onajonim. Baxtimizga sog'-salomat bo'ling. Sizni yaxshi ko'rishimizni sizga yetkazib berishimiz qiyin onajonim. Lekin bilingki, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz onajonim. Farzandlaringiz bilan suhbatda bo'lganimda aytdilarki, bizlar deydi kichkinaligimizda hech ham kasal bo'lmaganmiz dedi. Buni siri nimada deganimda, onajonim shifokorim bo'lganlar, onajonim sirdoshim bo'lganlar. Har qanday vaziyatda ham yonimda qalqonday turgan insonim bo'lganlar dedi. U qotilgan paytda qalqondan qaytargan insonim bo'lganlar dedi. Jonim og'riganda shifokorim onam, dilim og'riganda sirdoshim onam, ishim yurishganda quvonchim onam, ishsiz kunlarimda suyanchig'im onam, kech qolsam tunlari uyqusiz onam, ertaga tark etuvchi qo'rquvim onam, butun umrim qalbimda sog'inchim onam, bu dunyoda borlig'im g'ururim onam. Bitta qarsaylar bo'lsin onamizga. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Dunyoda borim jannat iforim onam, el mehribonim mening madorim onam, farishtam o'zim dardga darmonim onam, mening bahorim gulu rayhonim onam. Hamma og'aylar birgalikda. Jannat iforim onam, el mehribonim mening madorim onam, farishtam o'zim dardga darmonim onam. Rahmat, salomat bo'linglar. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Rahmat, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Havas qilinglar oila. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Onajonim, otajonim, doim vaqtimizga sog'-salomat bo'ling. Onajonim, farzandlaringiz bilan suhbatda bo'ldik-da. Bizlar davomga deydi, ko'p deydi, sinovlar bo'lgan dedi. Har qanday sinovda ham mening eng katta motivatsiyam, eng katta qo'llab-quvvatlaydigan onajonim bilan otajonim bo'lganlar dedi. Har bitta yutuqlarga onajonimni
Hozir esa og'aylar birgalikda tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Bugungi kun muborak bo'lsin. Qalbingiz doim nurlarga to'lsin. Yashang bu dunyoda o'ynasizlar. Kelgan kunlar muborak bo'lsin. Rahmat, salomat bo'linglar. Ovsinlardan Rayhon opamizni ham sahnamizga taklif qilamiz. Hamsalari Ma'mur opamizni ham sahnamizga taklif qilamiz. Onajonimizni o'zlari ham bitta chiroyli tilaklar bilan. کوچه پر از نوای دل نشین Kelgan kunlar muborak bo'lsin. یه دنیا عشقه زندگیم با بودنت درست مثل بهشته تو خونه سبد سبد گلهای سرخ و میخک عزیزم دوست دارم تولدت مبارک تولدت مبارک تقوای تموم شاید تولدت مبارک تولدت مبارک تولدت مبارک تولدت مبارک Rahmat. Ismlar kimlar aytiladi? Mikrofonni qo'ying. Marhamat.